Biza bolalarni mana kontaktni zooparkka olib keldik. Magic Safariga maza qilyapmiz. Bolalar mamlarni ushab ovqat beryapti o'zini. Он же не хочет. Он наелся. Такие классные, да? Хоп. Все, они наелись, надоело им. Assalomu alaykum. Ertaga 1-oktyabr ustozlarni kuni, bayrami. Bugun mana Ahsanim ertalabdan ustozni tabrikladik va hozir endi o'zim ustozlarimni 13-14 yil deganda ko'rishga boryapman. Juda ham hayajonliman. Sovg'alarni tayyorladim. Hozir endi gul olishga ketyapman. Hozir bu yerdan ham barcha ustozlarni bayramingiz bilan tabriklayman. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Umringlar uzun bo'lsin, hamisha bor bo'linglar. Bizani O'zbekistonimizda ustozlarga bo'lgan mehr ich-ichimizga sinib ketgan. Ustozlarga bo'lgan hurmatimiz boshqacha. Chunki boshqa davlatlarda taqqoslashi mumkin. 11 yil yashab, endi Ahsanni bog'chasiga borib, u yerda ham ko'rdim. Bunaqa bayramlarga bizchalik e'tibor berishmaydi. O'shaning uchun lekin bayramlarni bo'lgani yaxshi. Men hamma bayramlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Bu orada mana o'zim onajonim ham rus tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar. Onajonimni ham bu yerdan tabriklayman. Oldin institutimizda boshqa joyda bo'lardi. Endi hozir sal uyim yoniga ko'chibdi. Naryoni fayzi boshqacha edi. Menimcha hammaga o'zining institutining fayzi boshqacha. Hozir men kursdoshimni kutyapman, umidi chiqaman. Bu kursdan bunaqa narsalarni olib С праздником, Устав, вас тоже. Спасибо. Отлично. Yaxshi. Voy xursandman sizlar. Я тоже. Voy. Молодцы. Извините, да, мы вас Мы на кафедру вас заберем, да, потом? Еще поговорим на кафедру. поздравляем, не будем мешать. Давайте на кафедру. Тогда на кафедру. Давайте на кафедру. Ну, пойдемте. Так, Чиналина, мы сейчас сыграем. До потери вкуса, как говорится. Yo'q, nimaga? Bugun sizlarning kuninglar. Tabriklaymiz, addushi juda. Bular biz bilan kelishdi. Hech kundir biz kattamilar? Kattasizmi? Bu meni jiyanim. Ha, jiyaningiz Da. Amma bo'lasizmi, xolami? Xolalarim, opamning qizlari. Ko'rib, bizani eslab berasiz, profil. Rahmat. Makiyajsiz maza qilib yuribman O'zbekistonda. Vloglarim ham parcha bo'lib ketdi. Уже ancha yo'llarga o'rganib oldim. Bugun meni kunim. Juda ham produktivniy. Ishlar juda ham ko'p. Xudoga shukr, bu menga rosa ham yoqyapti. Konsultatsiyadan chiqdim. Offline konsultatsiyalarga ham o'tdim, Xudoga shukr. Hozircha aniq bitta joyimiz yo'q. Kelishib, ko'rishib, konsultatsiyalar qilyapmiz. Bu ham hayotimda yangi tajriba bo'ldi va menga juda ham yoqyapti. Energoobmen, yangi insonlar, yangi hayotlar. Hozir konsultatsiyadan chiqdim, endi uyga ketyapman. O'g'limni qorni to'yg'izib, uxlatib,
yana дальше yugur-yugurlarga ulgurishim kerak. Bugun o'zi ikkita offline konsultatsiyam bor edi. Bittasi admin bo'ldi, ertaga o'tkazdik va xudo xolasa ozgina vaqtdan yutdim. Endi makiyajlarni qilib bitta syurpriz joyga borish kerak. Qanaqa joy? Bugun video davomida ko'rasizlar. Videolarim mayda bo'lib ketdi. Ko'proq uzunroq video qo'ying deganingiz uchun montaj qilayotganda qarasam kichkina bo'lib qolgan bo'ladi-da. Tak hozir ham tortib olish kerak. Mayda bo'lib qolgan bo'ladi, o'shaning uchun keyin qo'ymayman u videoni. Все, qizil yondi bu yerga, unda ketsa bo'ladi. Поэтому разворот ham nariga qilib qo'yishgan ujus. O'shaning uchun videolarni yig'ib bir necha kun, bir necha haftalar yig'ib ko'proq uzunroq bo'lsin deb qo'yaman. Hayron bo'lmanglar. O'tib ketgan bo'lsa ham o'qituvchilarni yana bayram bilan tabriklayman. Bizning bugun bitta syurpriz syomkamiz bor. Uni keyin telekanallarda ko'rsanglar bo'ladi. Hech kimga aytmasligimni iltimos qilishdi. O'shaning uchun hech kimga hech narsa demayman. No, syomkam bor, sizlarga aytib qo'yaman. O'shaning uchun o'shanga ham tayyorgarlik qilib, hozir keyin chiqib ketaman. Keyin yana boshqa ishlarim ham bor, u ham syurpriz. Meni o'zimga ham syurpriz. Hatto bugun bitta ish boshlaymiz. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi bilmayman. U men uchun ham Ready? Yeah. Okay, so let's. Okay, where should we put that one? We are going to put it. Okay, we're just going to put it back. Next. вредная привычка. Такие нельзя. А ты же знаешь, мы же каждый день по праздникам, это очень. Иногда кушаем. Один раз в неделю можно кушать такие. Мы через 5 дней или через 3